Uningni Ijtimoiy tarmoqlarda Chirchiq shahrida yo'l bezorligini amalga oshirgan, shuningdek boshqa fuqaroni haqorat qilgan haydovchi yuzasidan video tasvirlar tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan ichki ishlar xodimlari tomonidan tezkor surishtiruvlar olib borilib, haydovchi va transport vositasi aniqlandi. Surishtiruvlar davomida haydovchi o'zi muntazam qoidabuzuvchi hisoblanib, ya'ni bundan oldin 13 marotaba turli xil ko'rinishdagi ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etganligi, haydovchilik guvohnomasiz avtomobil boshqarganligi, ichki ishlar organlari xodimlariga bo'ysunmaslik holatlari mavjudligi aniqlandi. Hurmatli haydovchi, holat yuzasidan izoh bildirsangiz. Shu svetoforda siqishib qoldik, ozgina keyin Shabalani yo'lidan pastga tushib ketdik, yo'lda ozgina siqishdik, shu 8moyda Vesnada borib siqim mashinani to'xtatdim. tushgan mashinadan tusholmadan to'sdi. Takrorlab. Uningni Onangiz bormi? Onam bor. Onangiz bor. Nima haqqingiz bor birov onasini haqorat qilishga? U birinchi yo'limiz siqqandan keyin men yonidan siqib mashinasini to'xtatib oldim, eshigini ochmaganiga onasidan so'kib ketdim, kelib so'rab Shu oldim. huquqni kim berdi? Masalan, inson sifatida, jamiyatda bir fuqaro sifatida sizga kim huquq berdi birovning onasini so'kishga? Hech kim bermadi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Albatta, bu ishlar uchun albatta javob berasiz. Chunki davlat bor. Ya'ni davlatda qonun bor. Qonun ustuvorligi muntazam ta'minlanib boriladi. Hurmatli fuqarolar, ushbu holat yuzasidan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublika Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.10, shuningdek, haqorat qilganligi sababli 41-moddasiga ko'ra tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtiriladi va sud organlariga jo'natiladi. Hurmatli fuqarolar, shu o'rinda sizlardan bunday holatlarni amalga oshirmasliklaringizni, bu kabi harakatlar ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanib, belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi va hattoki ma'muriy qamoq jazosi ham berilishi mumkin va yo'llarda yo'l harakati qoidalariga amal qilib boshqalarni hurmat qilishingizni yana bir bor so'rab qolamiz.